Mına mektep üstü flakты almashtırıp koyuptur. Mına biz flakты mantık kuydiriptir negisi. Flakты жерге өрттөдү. Az kuygөндөрү билинет азыр. Мына адам сүрөткө тартып, видеого тартып атат. Мына ортодо адам турат. Кызга окшойт. Бети көрүндүбү? Жоқ, беті көрінген жоқ. Қолында жаңағы ақ не көрінді, флагча. Мұнан көтеріп отырды да, киіммен шымдай қалды. Ал экен. Bu yerde men birinchi tepaga chiqdim. Pastdan Nursultonga jelakni olib berdi. Nasıl jelekti? Bu yerda Nursulton jelakni Qanday ilindi. birinchi chiqdi, ortidan men chiqdim. Aha. Oğlum siz kaç evine? Ece yüzüne giriniz. Aldı yatır var. Kulağınız. Buni o yerga oyog'imizni qo'yib, eng uchiga chiqdim. Qirg'iz Respublikasının jelegi qaysi yerda o'tdingiz? Shu yerda. Kim o'tdi? Men. Kim o'qib keldilar? Nursulton. Sheringiz Musulmon o'qib keldilar. Men 2005-yil 26-martda tug'ilganman. Jelakni ilish o'zi qish mezgilidan beri o'ylab yurdim. Hizblar o'sha chet davlatlarda miting qilishganda shu bayroqlarni ko'tarib chiqishadi, o'shundan ko'ra men o'sha fikrni oldim. Chunki uni shu Nursuv degan qiz bilan tikdik. Nursuv kim senin o'quvching bu? O'quvchim. Ha. 30-may kuni tunda soat 2da chiqdik. O'sha Shamshiyev maktabini Atabekovga, Ayli hukumatga, ya'ni antennaga yildik. Keyin ala o'zi aqcha to'plab materiallarni oldi, tayyorladi, o'zi yozib boshladi, menga o'sha joyda bildirdi. Qirg'iz maktabga Shamshiyev maktabine borib birinchi, menga sen Qirg'iz maktabga chiqasan, men o'zbek maktabga chiqaman dedi. Chiqib, bayroqni olib, o'rnina berki bayroqni yildik.